Realniy narxini biladiganlar, realniy narxini yozib ketinglar. Bunyodkor mahallasi Yangi 16-yillikda 1 sotuv quruq yer nech pul? 8 sotuvlik yer chiqyapti. Oldi fasad zo'r ekan. 27 metr, uzunligi 30 metr bo'ladi. Narxi nech pul? Yaqin orada sotganlar yoki olganlar bo'lsa, yozib ketinglar. Hozir yerni ham ko'rsatib tushuntirib beraman. Oldi fasadini ko'ryapsizlarmi? 27 metr bo'ladi, uzunasi 30 metr. Bemalol 3 ta 4 ta zo'r planirovkada katta olsanglar ham bo'ladi. Yoki yaxlit 16 sotiq ham olsanglar bo'ladi. 4 sotiqni ham. Hozir ichkarilarini ham ko'rsataman. Orqa taraflari ham tekis to'g'ri burchak bo'lib turibdi. Shuna kiramiz, ko'ryapsizlar. Orqalari ham tekis to'g'ri burchak. Orqasi ham rovna 27 metr. Mana mana shugacha qilingan. 8 sotiq alohida, bu yoq tarafi 8 sotig'i alohida. Agar yaxlit olaman desanglar 16 sotiq bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa, har bir sotiga $19,900 dan. Egalar nomeri opisaniyada bo'ladi, lokatsiyasi Telegram kanalda.